Ular qanday masala, qanday muammo, kirib bo'yicha, bilas bo'yicha, omonat bo'yicha, pul o'tkazmalari bo'yicha, qanaqa masalalar bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, o'shalarni eshitib, joyida hal qilayotgan joyida yechamiz, muddat qilayotgan bo'lsa, muddat talab qilayotgan bo'lsa, muddat olib turib, o'sha bo'yicha ishlar sizlarga og'zaki yoki yozma ravishda murojaat qilamiz. Kimda loyihasi 112 oilaviy tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha ajratiladigan hududlar bo'yicha agar muammolaringiz, masalalaringiz bo'lsa, menga chiqaramiz. Shunga qanaqa taklif bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu efirda hozir agar hisob bersangizlar, yo'q